Umid bilan ochilib, foyda bilan yopilgan kitobni o'qish juda foydalidir. Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Sizlar bilan Oqoltin tumani axborot kutubxona markazi xodimi Hamonginaman. Men hozir sizlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukur Xolmirzayev haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Shukur Xolmirzayev 1940-yil 24-martda Surxondaryo viloyati Bo'ysun tumanida tug'ilgan. Yozuvchi 1991-yil Toshkent universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. Dastlabki hikoya va ochirklar 1958-yilda nashr etila boshlagan. Yozuvchining Oq otli, To'lqinlar, 18ga kirmagan kim bor qissalari o'z avlodi tengqurlarini hayotga bag'ishlangan. Muallifning 18ga kirmagan kim bor qissasi o'tgan asrning 60-yillaridagi o'zbek qissalarining eng yaxshi namunalaridan sanaladi. Qissa 25 yoshli yozuvchiga o'zbek kitobxonlari orasida katta shuhrat keltirgan. Ushbu mashhur muhabbat qissasini o'qimagan, Jilla qursi nomini eshitmagan yigit-qiz kam topiladi. Muhabbat, oqibat, adashish, qismat, hayotga intilish va yoshlar xarakterining muammolariga bag'ishlangan bu qissa mana deyarli yarim asrdan buyon o'quvchilar tomonidan sevib o'qilmoqda. Yuksak adabiy asar haqqoniy hayot aksidir. Shuning uchun ham o'quvchi unda o'zini topadi, o'zining aksini ko'radi, hayajonlanadi, quvonadi, yig'laydi, iztirobga tushadi. Bir so'z bilan aytganda, asar qahramoni bilan yashaydi. Taniqli yozuvchi Shukur Xolmirzayevning ushbu qissasi o'quvchi qalbiga shu tarzda kirib boradi. Mazkur qissada oqko'ngil Jamshid, sevimli buvasi Muslima buvi, mehribon ona Zaynab, dasht raisi Jalol va uning to'pori o'g'li Tilov hamda aktrisa bo'lishni orzu qilgan qiz Umida haqida so'z boradi. Qissa shunday boshlanadi. Jamshid uyg'onib ketib yonini payqadi. Onasi yo'q, hali ham majlisdan qaytmadi. Yig'lagisi keldi-yu, qorong'u uyning sukunati bosib qoldi. Nihoyat darvozaxonada uni tishladi. Yurakdan chilib etib qadam tovushlari eshitila boshladi. Majlis cho'zilib ketdi-da, bolam, dedi u uzr so'ragandek shabarlab. Va cho'kkalab o'g'lini quchdi. Sovuq lablari bilan majlisda men to'g'rimda ham gap bo'ldi-da, onajon. Meni G'alaba kolxoziga parkom qilib tayinlashdi. Onajon, o'sha kolxozning raisi ham majlisda bor edi. Ilgaridan tanishmiz. Mehmonxonada yota qolsin, erta bilan turib ketadi. Jamshid bu odamni o'zini ilgaridan bir qadar tanish ekanini his etib ichkariga kirdi. Mehmon yanoqlari keng, yuzlari tandirdan yangi uzilgan uymondek qizlar. O'rta yashar kishi edi. Jamshidni yoniga o'tqazdi. "O, bu seni, men bilan dashtga bormaysanmi?" Jamshid bosh qimirlatdi. Jalolov Jamshidga o'zining Tilov ismli o'g'li borligi haqida va u bilan do'stlashib olish haqida gapirib berdi. Jamshid tongda do'sti qo'shni qiz, u bilan bir kunda dunyoga kelgan Umidaga qaradi. "Umida, dashtga ketyapmiz, ko'chib ketyapmiz, ertaga ketamiz." Jamshid bir pasda dashtning nimaligidan tortib, Jalolov bilan onasining o'rtoq ekanligigacha, o'zining Tilov bilan o'rtoq bo'lishigacha aytib berdi. Dasht raisi Jalolov va Zaynabxon oila qurdi. Bir muddat dashtda yashadi va yana Zaynab yashagan qishloqqa qaytib keldi. Umida, Tilov, Jamshid birga voyaga yetdi. Jamshid bilan Umida bir-birlarini yoqtirishsa-da, buni oshkor qilishmas edi. Jamshidning o'gay akasi Tilov Umidani sevib qolganini, bu haqida Jamshid Umidaga aytishni xohlaydi. Jamshid buni yurakdan xohlamasa-da, akasini sevgisini Umidaga aytadi. Endi bizning qahramonlarimiz qanday yo'l tutadi? Bu sizlarga qiziqmi? Unda sizlarga Shukur Xolmirzayevning 18ga kirmagan kim bor qissasini o'qib ko'rishlaringizni tavsiya etaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.